Barchaga assalomu alaykum. Kirib kelgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Biz hozirda New Yorkdamiz va hayit namozini tugatdik. Mening yonimda O'zbekiston Respublikasi Musulmonlar idorasidan, qolaversa Namangan masjididan domla kelgan Zohidjon qori. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amerikaga adashmasam shu Ramazonda boshida keldingiz-a? Shunday. Bizni O'zbekiston Musulmonlar idorasiga bu joydan Amerikadagi vatandoshlarimizdan elchixona orqali taklif tushgan. Ya'ni bizga Ramazon oyida kelib, shu o'zimiz domlalarimiz o'zbek tilida mav'iza qilib, Ramazonda tarovih namozlarida xatm Qur'on qilib berishsa degan taklif bilan ana shu takliflar orqali elchixona idoramizga chiqib, Musulmonlar idorasi va O'zbekistondan 6 ta imom kelganmiz. Bizni taklifimizni berib, shu joyga kelib Ramazonning boshidan alhamdulillah xatm Qur'onlarga, tarovihlarda ishtirok qildik. Har bitta domlalarimiz 3 kundan bittadan shtatga borib, o'zlarining ilmiy suhbatlarining mazmuni shu farzand tarbiyasi, o'zimizni milliy urf-odatlarimizni saqlashlik, ikkala davlatning o'rtasidagi hamjihatlik borasidagi suhbatlar bo'ldi. Ko'pchilik bundan mamnun bo'lib, xursand bo'lganlarini e'tirofini qilib turishibdi. 6 ta domla qaysi shtatlarga borishdi? Domlalarimiz Nyu-Yorkda bo'lishdi, Filadelfiyada, Florida shtatlarida, Ohioda, bir qancha shtatlarda 10 ta masjidga borib, o'zlarining mazmunli diniy suhbatlarini qilib berishdi. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshlar bilan, o'zbekistonliklar bilan suhbatlashganingizda qanaqa taassurotlar qoldi? Ular mana shu suhbatlardan keyin sizda qoldi? Taassurotlar yaxshi. Meni eng xursand qilgan narsa hammalari o'zlarining urf-odatlarini, madaniyatlarini, dinlarini saqlab qolish. Mana shu joyda ham hamjihatlik, birdan bo'lishlik, boshqa davlat bilan qolaversa, mana bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham o'rtadagi aloqalarimiz mustahkamligi bo'lishda g'am, tashvishda ekanliklari va kelajak avlodlarni ilmli, odobli bo'lishi haqidagi bir qayg'uda ekanliklari bizni juda xursand qildi. Rahmat sizga. Eslatib o'taman, aynan New York shtati, AQShda shu 50 ta shtat bo'lgan bo'lsa, ikkala hayitni bu yerda rasman dam olish kuni deb e'lon qilgan. Shuning uchun bugun va ertaga demak o'qish yo'q. Ishxonalarda rasman dam berilgan. Shuning uchun bu yerda ham aynan shu dinimizga bo'lgan hurmat o'sha demak davlat miqyosida. Oxirgi bo'lgan bugungi iltimosim sizni ko'rib turgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshlarga agarda murojaat qilishga imkoniyatingiz bo'lganda, mana shu Ramazon hayiti munosabati bilan ularga nima degan bo'lardingiz? Hammalarga avvalo sog'lik, salomatlik, mana shu joyda oldilariga qo'ygan yaxshi maqsadlari sari olg'a intilib, shu yo'lda o'zlari tashvish qilayotgan farzandlarning tarbiyasi, o'zlarining salomatliklari va shu joyda yurganda o'zimizning millatning odobini, axloqini ko'rsatishlarini, din diyonatini ko'rsatib berishlarini va haqiqiy o'zbek, haqiqiy musulmon qanday bir bag'rikeng bo'lishi, diniy bag'rikeng bo'lishi, insonlar bilan muomalasi chiroyli bo'lishini xulqlarda ko'rsatib berishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Rahmat sizga. Kelib turing Amerikaga. Biz juda ham xursand bo'ldik, chunki mana bugun birgalikda siz boshchiligingizda mana namozlarni ham o'qidik. Odatda bunaqa namozlarni biz stadionda o'qiymiz, demak parklarda, lekin ob-havo sovuq bo'lganligi uchun va mana yomg'ir boshlanayotganligi uchun bu yil mana ichkarida bo'ldi va xudo xolasa keyingi yil ham mana shunday hayitlarda ko'rish nasib qilsin. Kelib turing. Inshaalloh. Rahmat, sog' bo'ling. O'zbekistondagilarga salom ayting.